kim qizlarni doktor bo'lsa bo'lmaydi deydi. Men kesib aytalaymanki, siz ko'rgan doktorlar ichida cho'qim nurg'un ayol doktorlar bor. Ammo siz cho'qim tarixda bir mahal ayollarning doktor bo'lishiga yo'l qo'yilmaganligiga ishonmasligingiz mumkin. 19-asrning 30-yillari nurg'un xizmatlarni qizlarning qilishiga yo'l qo'yilmaydi. Ular faqat oila ayoli bo'lib, yo'ldoshiga hamroh bo'lib, bolasini yaxshi tarbiyalasa bo'ladi. Xizmat qildi degan taqdirdami, faqat o'qituvchi yoki saypon bo'ladi. Ayni zamonda qizlar doktor bo'lishni xiyoliga keltirmaydi. Siz cho'qim bu ishga qandoqmi jang e'lon qilgandi deb o'ylashingiz mumkin. Undaqda mening savolim bo'lsa, bu ishga zodi kim jang e'lon qildi? Elizabet Belikver. Dal ana shu jang e'lon qilg'uchidir. G'alati mijozlik bu qizchaq kichikdanla atrofdagi hamma shay ilaga qiziqadigan bo'lib, har qanday raqobatdan hargiz bosh tortmaydi. Bu qizchaq burun aksini beshidan egiz ko'tarib atgan bo'lib, aksi bo'ldi futurdim demagicha qo'yib bermagan edi. U yotgan ko'rpisiz qattiq pol ustida uxlab boqqan. Mushundaq qilsa, badan chidamliq bo'ldi deb o'ylaydi. Bu qizchaq o'g'ziga yamishib chiqib, qarshisidagi shaharni ujurib-ujurigacha ko'rmoqchi bo'lib, yiroqlarga nazar soladi. Elizabet dastlabida doktor bo'lishni qat'iy o'ylab baxmagan edi. U hatto qonni ko'rsimi bearam bo'ladi. Bir qitim muallim Kalning ko'zini sinibga akirib, ko'zning funksiyasini so'zlaganda, Elizabet qo'rqindan qochib ketgan edi. U dastlabida bemorlarga yordam berishni o'ylab baxmagan edi. Hatto o'zi og'rib qolsa-mu sabr qila olmaydi. Har qitim og'rib qolganda u sayl qiladi. Bir qitim Elizabet og'rib qolganda ishkopning ichiga kirib olib, biroz yaxshi bo'lib qolganda ondan chiqqan edi. U boshqalarning ziyoda g'amxo'rligini xohlamaydi. Undaqda Elizabet qanday qilib Amerikaning tunji ayol doktori bo'la oldi? Chunki biraylar uning shunday bo'la oladiganligiga ishonadi. Yana texi Elizabetga uning noyit aqlliq ham jasur ekanligini, dunyoni o'zgartiradiganligini aytgan edi. U bo'lsa Maria Tanson. Elizabet 24 yoshga kirgan yili og'ir kasalga giribtor bo'lgan do'sti Maria Tansonni yo'qlab borganda, Maria uningga o'zining badanini ayol doktorning tekshirishini umid qilganligini aytgan edi. Bu so'zlar Elizabetning doktor bo'lish xiyoliga ilhom bo'ldi. Dastlabida Elizabet Mariyaning bu xiyoldan cho'chib ketdi. Qizlar doktor bo'lsa bo'ldi degan taqdirdami, nimishqa u cho'qim shuning ichidagi bir aylan bo'lg'idak. Ammo Mariyaning bu fikri Elizabetning qallasini qalaymqon qilyapti. Ayol doktor. U atdiganda ko'zini ichibla bu masalani dangsaydi. Sayponchilik guruhida turibmi bu masalani o'ylaydi. Tushdan keyingi choy vaqtidami bu masalani xiyol qiladi. Hatto tushidimi bu masalani tushaydi. Oxirida Elizabet bir doktordan maslahat so'radi. Do'stlari bilan paranglashdi. Ba'zilar bu bo'ladigan ishkan, ammo amalga ishishi mumkin emas deysa, yana ba'zilar bu o'y asldan xato deyishdi. Yana ba'zi kishilar Elizabetni masxar qilishdi. Texi uni chaqchaq qilyaptamdikin deb o'ylashdi. Ammo Elizabetga nisbatan qizlarning doktor bo'lishni o'ylashining hech qanday chaqchaq qilg'idek yeri yo'q edi. Elizabet buni nihoyat yaxshi ish deb qaraydi. Oilasidagilarmi uni qo'llaydi. Elizabet bir o'qituvchi edi. U bir qancha institutlarga iltimos sundi, ammo erishgan javobi birdek yo'q bo'ldi. Qizlar doktor bo'lsa bo'lmaydi. Elizabet yana nurg'un maktablarga iltimos sundi. Javob xatlar orqa-orqadan kelishga boshladi. Hammasining javobi birdek edi. U 28 qitim rad qilindi. Har bir xatchak o'xshamagan tarzda bir nuqtani ta'kidlaydi. U bo'lsa-mu, qizlar doktor bo'lsa bo'lmaydi. Qizlar doktor bo'lmasligi kerak. Elizabetning bu bo'lmaydilar bilan parvoyi palak edi. U xuddi otdek qat'iy bo'shashmay olg'a intiladi. Bir kuni bir institutdan xat keldi. Elizabet xatni ochdi. Kun g'arbdan chiqdimi nima? Xatda qabul qilindingiz deb yozilgan edi. Elizabet yuk taqalarini yig'ishtirib Nyu-Yorkning shimolidagi Janva tibbiy institutiga yurish qildi. Bozordagi kishilar bu yo'llarini so'zishib uni kutdi. Elizabet ko'chani bo'ylab menib o'tganda, ba'zilar uni ko'rsatib bir nimlarni deyishdi. Ba'zilar uningdan ko'zni uzmay tikilib qarashdi. Ko'pchilik uni yo perixon yoki bo'lmasa bir sarang deb qusurlashdi.
Elizabet ko'ngilda hech bo'lmaganda maktabdagi saboqdoshlarim meni qarshi oldi deb o'ylagan edi. Ammo ish undaq bo'lmadi. Aslida muallim o'quvchilarga Elizabet kelib o'qisa bo'ldigan bo'lmaydiganligiga bilat tashlatqizgan ekan. Bu yigitlar maktabning bir qiz bolani qabul qilmaydiganligiga ishongashga bu ishni o'yin qilib qo'shilish biletini tashlagan ekan. O'ylamagan yerdan bu o'yin rostga aylanib qolgan ekan. Salobatlik Elizabet o'z o'rniga kelib o'ltirishiga yigitlarning qo'pol kulkulari qayoqqadir g'oyib bo'ldi. Boshqalarning ta'siriga uchirmaydigan bu qiz zodi kimdi? Yigitlarning buni bakmi belgisi bor edi. Ba'zi saboqdoshlari qiz bola davomlashtirolmaydi deb o'ylaydi. Ammo Elizabet o'rganishni izchil davomlashtirdi. Ko'p hollarda u yerim kechigacha kitob ko'ratdi. Elizabet qizlarning hech qanday bir o'g'il boldan kam emasligini o'z harakati bilan isbotladi. Uzun o'tmay saboqdoshlari Elizabetning har xil ishlarga bo'lgan ko'z qarashini bilishga qiziqdi. Bozordagi kishilarning Elizabetni qabul qilishiga texmi uzun vaqt ketdi. Ba'zi kishilar yangilikdan, boshqalardan farqli bo'lishdan qo'rqatdi. Ammo Elizabet faqat undaq emas edi. 1849-yili u sinf bo'yicha eng yuqori nomer bilan maktabni bitirdi. U Amerika tarixida tunji ayol doktor bo'lib qoldi. Nurg'un kishilar uningdan faxrlandi. Yana bir qism kishilar uningga nafratlandi. Hatto bir doktor g'azab bilan shundoq deb qalam tavratdi. Insoniyatning nomi bilan shuni umid qilamanki, bu eng oxirgi ayol doktor bo'lib qolgusi. Ammo xuddi siz bilgandek, u eng oxirgi ayol doktori emas edi.